Bugun ayrim talabalarimiz o'zlarining to'lagan to'lov kontraktlari hisobidan 12% daromad solig'ini qaytarib olish bo'yicha soliq organidan rad javobi olayotganliklarini va bunda muammolarga duch kelayotganliklari bilan murojaat qildilar. Ularga yechim sifatida shuni aytamizki, O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi 378-moddasi 16-bandiga muvofiq siz professional ta'lim, oliy ta'limga o'zingiz kontrakt to'laysizmi, ota-onangiz siz uchun kontrakt to'laydimi yoki banklardan bugungi kundagi yaratilgan sharoit tufayli ta'lim krediti olib to'laysizmi, sizga birdek 12% daromad solig'i qaytarib beriladi. Bu uchun siz tegishli tartibda soliq portaliga daromad solig'ini qaytarib olish bo'yicha murojaat qilishingiz, unga shartnomangizni, to'langan kvitantsiyani yoki kontrakt agarda ta'lim krediti sifatida ajratilgan bo'lsa, uni demak pul o'tkazilganligi to'g'risidagi porучениясini yuklaysiz va shu bilan siz muammoga yechim topasiz. Rahmat.